Chilonzor tumani Do'mbirobod mahallasida joylashgan yangi xonadonimizda yer maydoni 3,7 sotuv, binoni umumiy maydoni 500 kvadrat metr. Uyimizning tagida to'liq podvollari bor, alohida hovlidan ham chiqsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot berib o'taman. Hovlisini ko'ryapsizlar, bu tomonda zelyoniy zonalari qilingan. Hovlida bitta mashina qo'yish uchun sharoit bor va uyimizning tashqari tomonini ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol tashqariga ham bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu tomonda alohida shunaqa besetka qilingan, tapchan yoki stol qo'yib hovlida dam olib o'tirish uchun va bu tomonda yozgi oshxonalari joylashgan. Hovlida bitta sanuzel bor. Endi uyga ichiga kiramiz. Uyga kirganimizda birinchi bo'lib katta hol joylashgan o'rtoqlar, divanli zona, televizor uchun joy qilingan. Bu tomonda zalni ko'rishingiz mumkin. Zalimiz ancha katta, bemalol mehmon kutish uchun sharoit qilingan. Bu tomonda kuxnya joylashgan. Kuxonning mebel va texnikalari tayyor. Undan tashqari общий sanuzelni ko'rishingiz mumkin va bu yoqda birinchi qavatda spalnisi o'zini ichida sanuzeli joylashgan. Uyimizning ichidagi demak zinasiga e'tibor bersak, zinalarimizda yong'oqdan qilingan o'zini chiroyli podsvetkalari bor. Endi tepaga ikkinchi qavatga chiqamiz. Uyimizning ikkinchi qavatida 4 ta xona va 2 ta sanuzel joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda birinchi bo'lib asosiy spalni, o'zining ichida sanuzeli va garderobnasi joylashgan. Undan keyin yana bitta xona joylashgan, kabinet yoki bo'lmasam alohida yana bitta spalni qilib foydalansa bo'ladi va bu tomonda 2 ta bolalar uchun spalni mo'ljallangan, o'rtada общий sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning podvol qismini ko'ryapsizlar. Podvoli ancha katta qilingan, bemalol maza qilib foydalansa bo'ladi. Bu xonadonimizga kimga qiziq bo'lsa, narxi va kontaktlar pastda opisaniyada yozilgan. Hammaga rahmat.